Ko'rishinglar uchun yana bitta kino. Balkim ko'rib bo'lgandirsizlar. Mickey 17. Bu nima deydi, ilmiy fantastik film. Kelajakda bo'lgan. 2054-yilda adashmasam, 2054-yildagi holat. Yer tomon bo'lyapti, odam yeb bitirdi yerni. Yerni tark etish uchun jon jahdi bilan harakat qilayotgan odamlar to'lqini va ularni ekologik muammolarni hal qilish o'rniga boshqa sayyoraga ko'chib ketayotganini tanqid qilayotganlar. Sekin-sekin shunga qarab ketyapmiz o'zi. Yer tugadi, toza havo yo'q, yana bir narsalar, xullas, yer ahvoli og'ir, hamma undan qochishga harakat qilyapti. Yana yengil qum bo'roni bor. Takrorlayman. 3-darvozadan o'tish cheklangan. Himoya ko'zoynaklari va niqoblarni chegirma bilan olish uchun navbatda turing. Boshqa sayyoralarga olib ketmoqchi bitta kompaniya odamlarni. Erta nima derdi? Xullas, bioprinter o'ylab topilgan o'sha davrlarda. Bioprinter bu nima? Har xil отходlardan, tovuqlarni, bir narsalardan отходlaridan odamni qayta ishlab chiqaradi. G'alati tuyulishi mumkin, lekin bu o'sha ilmiy fantastik film. Boshqa bitta xullas muzlagan sayyoraga boradi. Xullas o'sha bioprinterda o'zini qayta chiqarishga adashib rozi bo'lib qo'ygan bitta yigit to'g'risida yaxshi film. To'liq shartnomani o'qib chiqdingmi? Ha. O'qib chiqishim kerak edi. Lekin tanlovim ham uncha ko'p emasdi. Menda hech vaqo yo'q edi. Kino ixlosmandlari uchun ajoyib film. Biz ham o'ylab qolamiz, yaqin kunlarda biz ham o'sha 1954-yilda Gollivudda olingan filmlar ham bizda olinishi boshlaydi deb. Hozircha Erkatoy kelin, o'yin qaroq kelin, ayyor kelin, o'g'ri kelin, bokschi kelin, zolim kelin, diplomist kelin, cho'loq kelin. mana shunaqa kelinlarni ko'rib turamiz.